Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 20-fevral kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.169 so'm 41 tiyin bo'lib 36 so'm 93 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 14.359 so'm 90 tiyin bo'lib 10 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 158 so'm 95 tiyin bo'lib 14 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 24 so'm 79 tiyin bo'lib 3 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.